Sizlarga Nexus 2 ni yomonini topib berdim. Qarang 2024 Nexus 2miz deyapti, adashib ketdim. Nexus 2miz bas. Tracker Premier Plus bo'ladi. Mashinamizni qarang do'stlar, mana Apomesa Nexus o'rganib qopti. Qaylar 4 ta yaxshi balonlarigacha bor. Mashinamiz 2024-yil. Salonlarini qarang. Qara ashkalarigacha qirilmagan, tiniq turibdi. Olasiz minasigan joyi. Premier Plus panorama luklargacha bor. 45 ming probek bosib o'tgan. Mashinamiz bizim yurgan deyaptilar. Chexollarini ham ko'ryapsan, tiniq turibdi. Mashinamiz aytib o'tib ketganmiz, bizim deyaptilar. Mashina 4 ta yaxshi baloni bor. Kraskalar absolyutni toza, yana bir qator o'zlariga tekshirib olsa ham bo'ladi. 4 ta yaxshi balon 45 ming probek bosib o'tgan. Mashina idealni narxi 16 mingga bo'lsa shuni berib yuboraman deyapti. Bo'ladigan narxi 16 mingga bo'lsa berib yuboraman deyapti do'stlar. Shoshilib qo'yinglar, Tracker 2 Premier Plus o'qtab yurgan do'stlarga srochni tashlab qo'yinglar. Do'stlar, sizlarga aytib o'tib ketdim. Mashina ham bo'lsa bizga aytinglar, men xabaram reklama qildimmi? Narxi shunaqa, ya'ni narx bo'lsa gap so'z yo'q. Saddaga olib kelib 100 ming so'mdan shuni qo'yib beraman sizlarga. Sizlar uchun saddada bo'lsa 100 ming so'mdan qo'yib beraman. Olib kelinglar, chiroyli qilib beraman. Mana shu videoda srochni Tracker o'qtab yurgan do'stlarga tashlab qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Narxi ham yoqqan bo'lsa, kommentariyaga ukajon bosing yozib qo'ysangiz chiqadi. Sog' bo'ling.